Mani bir tanishim bitta gapni aytgandi. Chunki men o'zim haqimda bo'lib o'tgan, hayotimdagi bo'lib o'tgan og'riqli vaziyat haqida gapirganimda, siz ularni kechirishingiz kerak, iloji boricha kechirishingiz kerak derdi. Lekin menda o'zimni ichimdagi tuyg'uyimni, o'rgangan hislarimni o'zim bilaman-ku. Bu yerda kechirish tushunchasini men o'zimga noqulay his qilganman. Kechiraman seni, kechiraman. Men seni kechirdim, men seni kechiraman degan so'zni aytishga men yagona yaratuvchi bo'lganimda men kechirishim mumkin edi. Lekin bir narsa bor. Vaziyat bo'lish kerak bo'lgan vaziyat. Javobgarlikni o'z ustiga olgan holda inson ikki tomonlama bo'lgan vaziyatni kelib chiqishida hech qanday aybdor insonning o'zi yo'qligini haqida bundan xabarimiz bor. Ayrimlarda xabari yo'q bo'lishi mumkin-da. Lekin meni bundan xabarim bor. O'shanda ular aytganda menga to'g'ri gapirish oson, lekin buni amalda qo'llash qiyinroq deganlar haqiqatan ham to'g'ri. Buni gapirish oson, kechirishingiz keraksiz deb. Lekin yana bir narsa bor-da. Javobgarlikni o'z ustiga olgan holda inson, lekin ayblamagan holda o'sha vaziyatni o'zi yaratgan. Ya'ni o'sha unga yordamchi bo'lgan programmalar, inson ongidagi programmalar, dasturlardan minnatdor bo'lishimiz kerak. Qo'rquv programmasimi, keraksizlik programmasimi, qaysi programma bo'lsa ham undan minnatdor bo'lishimiz kerak. Lekin bu yerda ichki tanlov, ya'ni inson o'zini tanlovi ham bo'ladi. O'shalar bilan, yana o'sha insonlar bilan o'sha muhitni ishlashni men xohlamagan bo'lishim mumkin. Meni ulkan karyeram parchalanib buzilib ketgandan keyin uyda uzoq vaqt tanaffus qilganimda men bir narsada o'zimni ayblashdan boshladim. Ya'ni har bir inson, mana shu hayotdagi har bir inson, ya'ni bitta zarradan tortib shu borliq sistemasi, oila sistemasi, jamiyat sistemasida ham hattoki ya'ni har bir mexanizmni, misol uchun soatni har bir mexanizmi muhim bo'lgandek, men ham o'zimning muhim mexanizm ekanligimni tushunib yetdim. Lekin uyda tanaffus qilib o'tirib, o'sha yerda men yagona yaratuvchidan shunaqangi kechirishini yolvorib so'radimki, nimaga? Chunki haligacha qo'rquv, haligacha keraksizlik programmasi insonni harakatga keltirishga yo'l qo'ymayotganligi. Insonga ya'ni himoya vazifasini bajarib olgan holda harakatlanishga, yana noldan o'sha biznesga borishgami, yo bir qaysidir proyektni yo'lga qo'yishgami, ishtiyoqni umuman olib qo'ygandan keyin men yagona Allohdan shu hissa qo'sha olmayotganligim uchun, shu borliqning rivojiga, jamiyatning rivojiga hissa qo'sha olmayotganim uchun sendan kechirim so'rayman deb tunlari yig'lab o'tgan vaqtlarim bo'lgan. Lekin bir narsani bilishingiz kerak. Har bir inson har bir harakat uchun borliqqa ulkan katta hissa qo'shishini unutmaslik kerak o'rtoqlar.